Turkiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy teddy materiallar bilan qoplangan Belgrad modelimiz. Komplektatsiyamiz 3 kishilik divan, ikkita kreslo, jurnalli stolikdan iborat. To'liq buk yog'ochidan ishlangan, yon taraflari, oldi, orqa qismlariga ham ahamiyat berasizlar. Shunaqa ingichka liniyalarda tabiiy buk yog'ochlari bilan ishlov berilgan. To'liq glyansoviy rangda. Endi komplektatsiyaga moslab juda ham chiroyli bo'lgan, shunaqa haqiqiy shipon yong'oqlardan ishlangan 12 personli stolimiz xohlovchi mijozlarga cheklanmagan miqdorda 12, 14, 16, 18 person ketaveradi. Qilib beraveramiz. Modelimiz juda ham chiroyli ishlangan, bo'ylari baland, minimalistik uslubida ishlangan, aynan Arlida mebel saloni uchun ishlab chiqarilgan, tabiiy yong'oqdan ishlangan. Bo'yoqlariga ahamiyat berasizlar, shunaqa glyansoviy qilib, zo'r sepilgan, oyoqlari ham juda ham mustahkam ishlangan. Bemalol endi Arlida mebel saloniga murojaat qilaverasizlar. Xohlagan rangiyligi matolarni ham alishtirib tayyorlab bera olamiz. Stol o'zimizda chiqyapti, divan kreslomiz Turkiyadan kelyapti. Kimga stol bahosi qiziq bo'lsa, stol so'zini qoldiring. Yumshoq mebel qiziq bo'ladigan bo'lsa, yumshoq mebel qoldiring. Arlida mebel bu boshqacha daraja.